Muhtaram Shavkat Miromonovich, men holatlarni yuqoridagi murojaatlarimda ko'rsatib o'tdim. Hozir aynan sizga murojaat qilishdan maqsadim o'sha adolatni tiklash maqsadida sizga murojaat qilyapman. Umuman olganda men o'sha holatlar yuzasidan Toshkent viloyati sud hay'atini apellyatsiya instansiyasi taftish instansiyasida murojaat qilganman. U yerlarda ham arizalarim ko'rish rad etilgan. Birinchi instansiya hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Ushbu holatlardan norozi bo'lib Oliy sud hay'atiga taftish tartibida shikoyat kiritganman. Taftish tartibida kiritgan shikoyatim dastlab sudya Shamsiddinova tomonidan ko'rib chiqib, sudlar hay'atida ko'rish uchun asoslar mavjud emas deb rad javobini bergan. Ushbu holatdan norozi bo'lib ozodlikka chiqqanimdan keyin himoyachim bilan birgalikda belgilangan tartibda Oliy sudning birinchi o'rinbosari Usmonovga murojaat qildik. Usmonovga biz dalillarda o'sha adolatsizlikka uchraganligimni, haqiqat aniqlanmaganligini isbotlab barcha dalil hujjatlarni taqdim qildik. Oliy sudning birinchi o'rinbosari o'rtoq Usmonov jinoyat ishini chaqirtirib ko'rib chiqilishini, belgilangan tartibda chora ko'rilishini aytdi. Lekin oradan 2 oy o'tgandan keyin Usmonovdan o'sha 2025-yilda sudya Shamsiddinova tomonidan ko'rib chiqilib rad javobini bergan ajrimni olib Oliy sud hay'atida ko'rib chiqish uchun asos yo'q deb javobni oldik. Endi menda oxirgi yo'l qoldi. Bu yo'l, ya'ni Oliy sudni raisini qabuliga kirishim kerak. Bu holatni yaxshi tushunib turibsiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisiga oddiy fuqaro yoki bo'lmasam bir mahkum qaysi tartibda murojaat qila oladi? Balkim qandaydir yo'llar bilan pochta orqali murojaat qilishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha elektron tarmoq orqali murojaat qilishi mumkin. Lekin dastlab birinchi instansiyada bitta sudya, apellyatsiyada 3 ta sudya, viloyat taftish instansiyasida 3 ta sudya, Shamsiddinova bilan 7 ta sudya, birinchi o'rinbosar 8 ta sudya ko'rib chiqqan ishni menimcha Oliy sud raisi yo'q, ular xato qilgan ekan, bo'ldi, endi sud hay'atida ko'rib chiqamiz degan javobni bermaydi degan umiddaman. Shuning uchun ushbu holatlar yuzasidan sizga murojaat qilishimning asosiy sababi shu Oliy sud hay'atida o'sha men tomonidan kiritilayotgan taftish tartibidagi shikoyatimni ko'rib chiqilishini so'rayapman. Men shunchaki bu holatni ko'rib chiqishini so'rashimni o'sha menga qo'yilgan va men o'sha qo'yilgan ayblov bo'yicha noqonuniy o'qilgan hukm yuzasidan jazolarni o'tab chiqdim. Lekin jazoni o'tab chiqqan bo'lsam-da, baribir adolatni tiklashni, haqiqatni yuzaga chiqarishni xohlayman. Undan tashqari o'sha birinchi instansiya sudining hukmida o'sha go'yoki jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan Umid Xudoyqulovga 466 million so'm zararni undirish to'g'risida qaror qabul qilingan. Bu holatlar hammasi noto'g'ri ekanligi, noqonuniy ekanligi, sud o'sha dastlabki taqdim qilingan dalillarni o'rganmasdan qaror qabul qilganini bildirib, boya aytib o'tganimdek keltirgan shikoyatlarim hammasi rad etilgan yoki bo'lmasam o'sha birinchi instansiya sudining hukmini o'z kuchida qoldirib, meni shikoyatlarimni qanoatlantirmasdan qolingan.
o'sha haqiqatdan ham Oliy sudga shu dalillarni taqdim qilganimda ko'rish uchun asos mavjud yo mavjud emasligi to'g'risida men shuni ilova qilamanki, o'sha ayblov xulosada o'sha marhum Jo'rayev Rustam boshchiligidagi Transgaz metan MChJ balansidagi 1 gektar 20 sotix yer maydonini o'sha jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan Umid Xudoyqulov o'g'liga tegishli Imperial Invest balansiga o'tkazib beraman deb uni aldab, firibgarlik yo'li bilan uni $40,000 mablag'larini olib o'z ehtiyojlariga ishlatib olgan degan ayblov bilan ayblanib, tegishli tartibda o'sha Jinoyat kodeksining moddalari bilan ayblanib jazoga tortilganman. Ya'ni bu o'sha nima uchun bugungi kunda men bong urib barcha huquq tartibot idoralariga murojaat qilyapman. Tergovchi Ulug'bek Hojimurodov o'sha manfaatdorlik evaziga bir guruh jinoyatchilarni va jinoyatlarni yashirib o'zini manfaati yo'lida boylik orttirish maqsadida men bilan Jo'rayevni qurbon qildi deb bong uryapman. Demak, o'sha haqiqatdan o'sha yerda o'tkazib berilgani to'g'risida oldi-sotdi shartnomalar mavjud. Undan tashqari o'sha meni himoyachim tomonidan Angren shahar kadastr agentligiga murojaat qilgan. O'sha jinoyat ishida ko'rsatilgan 1 gektar 20 sotix yer maydoni haqiqatdan o'sha Imperial Invest korxonasiga o'tkazib berilganmi yoki berilmaganmi? O'tkazib berilgan bo'lsa, o'sha tegishli tartibda javob berishni so'ragan. O'sha so'rovnomalar ham mavjud. Kadastr agentligi tomonidan o'sha jinoyat ishida o'tgan 1 gektar 20 sotix yer maydoni haqiqatdan ham o'sha O'rtachuchuk tumanidagi xususiy amaliyot notariusi tomonidan oldi-sotdiga asosan Imperial Investga tegishli ekanligi va belgilangan tartibda uning kadastr hujjatlari mavjudligi to'g'risida javob bergan. Yanada ham holatga aniqlik kiritish maqsadida himoyachim Angren shahar davlat soliq boshqarmasiga so'rovnoma bilan murojaat qilgan. O'sha 1 gektar 20 sotix yer maydoni bugungi kunda kimga tegishli va o'sha tegishli tartibda soliqlar to'lanayotgani yoki to'lanmayotgani haqida ma'lumot so'ragan. O'sha ikkita xat bilan javob bergan. Birinchi xatida o'sha Angren soliq boshqarmasida 21-yil uchun 59 million so'm soliq to'langanligi va 22-yildan 25-yilga qadar Imperial Invest o'sha 1 gektar 20 sotix yer maydoni uchun 353 million so'm soliq, yer solig'i va 12 million so'm mulk solig'i to'lab kelayotganligini ma'lum qilgan. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, o'sha tergovchi Hojimurodov Ulug'bek tomonidan qo'yilgan ayblovlar hammasi soxta ekanligi o'sha qonunga zid tartibda Jinoyat protsessual kodeksining qator moddalari buzilgan taqdirda menga nisbatan ayb e'lon qilganligi o'z-o'zidan namoyon bo'ladi. Shunchalik asoslar, dalillar mavjud bo'lib, Oliy sudning sudyasi Shamsiddinova va Oliy sudning birinchi o'rinbosari Usmonovlar qaysi holatga asosan, nimaga asosan sudlar hayotida ko'rib chiqish uchun asoslar yo'q degan rad javobini berdi. Demak, o'sha balkim meni qo'lim kaltalik qilgan deb
balkim o'sha meni Oliy sudda tanishim bo'lmaganligi yoki bo'lmasam yuqori martabali tanishlarim bo'lmaganligi uchun shunday javoblar oldim. Lekin men ishonamanki, meni o'zbek xalqini yagona tanishi, o'zingiz aytganday yagona advokatimiz sizsiz, muhtaram Shavkat Miromonovich. Shuning uchun sizga o'sha birinchi holat yuzasidan, ya'ni mana shu qo'limdagi mavjud dalillar bilan Oliy sudda o'sha meni shikoyatim ko'rib chiqilishi uchun topshiriq berishingizni so'rayman. Bu Oliy sudlar hayotda ko'rib chiqishida men sizga ishontirib aytamanki, o'sha Angren shahar tergov bo'limini bugungi kunda boshlig'i Ulug'bek Hojimurodovni jinoyatchilar va jinoyatlarni yashirganligini va o'sha aynan Imperial Invest bu juda bir katta jinoiy guruh va jinoiy to'da. Chunki bu hozir men sizga qisqagina qilib aytyapman. Bu holatlarning ichida bu yerda qotillik jinoyati, odam o'g'irlash, qiynoqqa solish, o'lim bilan tahdid qilish, jinoyatlarni yashirish, yolg'on ko'rsatma berish, bir qator jinoyatlar ochiladi. Ochilganda ham o'sha juda katta miqdorda davlat mulkini talon-taroj qilgan holatlari, soliqlarni yashirganligi hammasi ochiladi. Men sizga ishontirib aytamanki, bu holatlarni isbotlab berish uchun meni qo'limda yetarli hujjatlar mavjud. Bugungi kunda meni qo'limda 3000 varaqdan iborat dalil hujjatlar bor. Eng buni og'ir holati o'sha Imperial Invest MCHga tegishli barcha metan gaz quyish shoxobchalarida o'rnatilgan kompressorlar zavod tomonidan ishlab chiqarilmagan. Bular barchasi Namanganda, Qo'qonda qo'lbola usulda tayyorlangan. Bularni bugungi kunda portlash xavfi juda baland. Asosiy metan gaz quyish shoxobchalar aholi yashash punktlarida joylashgan. Shuning uchun bu holatlarda har qanday sharoitda zudlik bilan ko'rib chiqish kerak degan umiddaman. Shuning uchun muhtaram Shavkat Miromonovich, o'sha aynan birinchi murojaatim o'sha meni shikoyatim Oliy sudlar hayotida ko'rib chiqish uchun ko'rsatma berishingizni so'rayman. Boya aytib o'tganimdek, shu oyni oxirigacha, balkim keyingi oyning boshida har qanday yo'l bilan bo'lsa ham Oliy sudning raisiga qabulida himoyachi bilan birgalikda bo'lamiz. Bu vajlarni hammasini keltirib ko'rsatib taqdim qilamiz. Bundan oldingi birinchi bo'limga ham xuddi shunday taqdim qilganmiz. Sudlar hayotiga ham taqdim qilganmiz. Lekin boya aytib o'tganimdek, meni qo'lim kaltaligi, pulim yo'qligi, tanish bilishim yo'qligi oqibatida bular sudlar hayotda ko'rilishi rad etib kelinmoqda. Shuning uchun o'sha Oliy sudda raisi qabuliga kirganda o'sha sizni yordamingiz, sizni ko'rsatmangiz asosida sudlar hayotida ko'rib chiqiladi degan umiddaman. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiz aytganday adolat qaror topishi kerak. Chunki bugungi kunda siz O'zbekistonimizda, yangi O'zbekistonimizda juda ham olamshumul siyosatni amalga oshirib, bugun 100% deb ishontirib aytamanki, xalqimiz siz siyosatingizga ergashgan, siz olib borayotgan siyosatlar haqiqatdan xalqimizni ko'kragiga shamollar tekkan bir paytda bunaqangi davlat siyosatiga qarshi chiqib
xalqni ishonchini söndürayotgan idora va huquq-tartibot organlari tegishli tartibda o'z jazolarini olishi kerak degan umiddaman.